rahbarligida bo'ldi-da, u dinga o'sha faqat namoz o'qib ibodat qilishlik. Bizda din erkinligi bor degan tushunchani ushlab turishlik xolos. Undan yuqoriga chiqish emas. Undan yuqoriga chiqishlik deganda biz endi ruhoniy bir kamolotga yetishlik degan ma'no bo'lmadi ularning hech qaysida. Unaqa ruhoniy ma'naviyatga ko'tarilish degan holatlar bo'lmadi. Yoshingiz nechada? Dedingiz ismingiz? Jamolda Qilish. Ruhoniy ma'naviyat deganda nimani tushunasiz? Ma'naviyat deganda Ruhoniy ma'naviyat nimani tushunasiz? Ma'naviyat deganda moddiylikdan chiqib o'zining asosiy ma'naviy hayotini anglash. Ya'ni moddani emas, ruhoniyatni, ilohiy ma'naviyatni yuqoriga qo'yish degan so'z. Ruhoniy ma'naviyat degan vaqtimizda biz hozir просто materialistmiz. Din niqobidagi bo'layotgan materialistmiz bizlar. Namoz ibodat qilamiz, lekin u dindor bo'lib turibmiz, uni bilan ma'naviyatda materialistmiz bizlar. Shunday holatda ko'rib turamiz. Shuning uchun endi ruhoniy ma'naviyat degan vaqtda shunda boyaga, ya'ni duh первичный degan boyaga falsafaning ma'nosini to'g'ri tushunish degan so'z endi. Ruhoniyatda qalbimizning olamini biz yuqori darajada qo'yishimiz va o'sha ruhoniy ma'naviy olamimizning talabi bilan hayotni boshqarish degan ma'no kelib chiqadi. Ruhoniyatning talabi bilan hayotni boshqarish degan so'zning ma'nosida nima tushuniladi? Nima tushunasiz? Insonning shu ruhoniy holatidagi talablarini qonun qoidalar bilan yashashlik. Nima uchun? Chunki insonning asli ruhoniyat bo'lganligi uchun moddiyat ikkilamchi bo'lib, ruhoniyat birlamchi bo'lib, bu ruhoniyat insonning asli hayotining o'zagi bo'lganligi uchun. Oxirat hayotimiz, jannat hayotimiz birinchi darajaga qo'yishlik degan so'z. Jannatda, oxiratda abadiy hayotimizni birinchi darajaga qo'yishlik. Bizlar baribir hozirda moddiy hayotdagi bo'layotgan narsalar birinchi darajaga qo'yilibdi. Hamma mamlakatlarda, hamma dinlarda, mana shu moddiy hayotdagi bo'layotgan problemalar birinchi darajaga qo'yiladi. Hamma siyosatlarda ham shu. Demak, hali chalamizda endi hamma hali chala shunchalik payg'ambarlar kelib shunchalik maqbulganda holatlarimiz ana shu holatda bo'lar ekan dedi. Sahobalar holatiga olib borish degan so'z. Er xotin o'rtasida bitta ko'ylak. Bittasi kiysa, ikkinchi tandir tegib kulib yashab o'tiradi. Erkak tandir ichiga kirsa, xotin ovqat pishirib tayyorlab boshına qiladi. Shundan sahobalar bo'lgan. Ko'ylaklarni ikkita qilib qo'yaylik-da desa, yo'q, bizga ko'rmaymiz deyotganlar. Ana shu bitta ko'ylak bilan hayot kechirishlikning holati, halovati masalan. O'tin bir ilohiy holat bor-da. Ilohiy holat bor edi. Faqat shu holatga olib borish degan so'z endi bu faqat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va sahobalar holatlarida sahobalar holatlari. حب الدنيا رأس كل خطيئة يا محبتي حما خطأت باشد يا محبتي حما خطأت باشد
La ilahe illallah deb aytamiz. Shu qalbimizdan ishonamiz. Ishonishimiz kerak bo'ladi. Asosiy qalb bilan ishonishda endi. Qalb bilan ishonish deganimizda olamning hammasi Allah'ın ismi sıfatlarını tecelliyat edip koyarız. Allah'ın ismi sıfatlarını. La ilahe illallah. Allah'dan başka hiç deniz yok. Allah'dan başka hiç neresi yok. Şimdi birinci Allah Tebarek Teala özünün isim sıfatlarını nurlan özünü taşkarı çıkardı. Özünü taşkarı çıkardı da. Bugün Allah'ın nuru. Hemen senin asası şu Allah'ın isim sıfatları. Bu yıl mahluk emesinde olur, yaratılıcı. Allah'ın özü isim sıfatları taşkarı çıkardı. Öz yemez, özden ayırmaz sıfatlarına da yaratılıcı. Bu yıl da mahluk yaratı için Nur Muhammed'e uçuş gerek, almış gerek. Allah'ın isim sıfatı Nur Muhammed. Status şu an, sıfat kıraat ederken. Nur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iki oğlan arş yarattı. Allah'ın ismi sonra peygamberler arş yarattı. Arş yanında kinglik bir deniz. Cennet, cehennem, madde alam hemmemiz şu arşın içinde turamız. Abadül abad şu arşın içinde turamız. Odan keyin, arştan keyin üzerinde dünya yaratılıştın ve kuantum yalan başımız. Odan keyin altın sonradaki toprak soğudu. Elmeşemiz o dünya boyunca var. Şimdi hemen masallah Tebarek Teala isim sıfatlarının tecelliyatı da bu nurunun zatqa maddege elmeşken kuvvetlerini kırptırıp biz halas. Çünkü daima Allah Tebarek Teala'ya muhtacımız ve Allah Tebarek Teala'nın isim sıfatlarından istifade kılıp faydalanıp durumuz. Mesela la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye iman getirişlikten asası sebebi, asası muhiyeti biz Allah Tebarek Teala'ya muhtacımız, Allah Tebarek'ten istifade kılarımız. Allah'tan daima faiz getirdi. Abadül abad, bu dünyada olmaz, ahiret diyemez, abadül abad ilerige faiz getirdi. Kabirler hepsi faiz getirdi. İşonmayman deganlarga endi ahiret kabirga kirgandan keyin ishonaman Allohga bor, jannatim bor desangiz, siz jannat yaratgan bo'lasiz. Yo'q, men Xudoga ishonmayman, men o'lasan, yo'q bo'lib ketasan deyotgan bo'lsangiz, o'zingiz shunchalik aqidangiz, e'tiqodingiz jahannam olamini yaratib olasiz o'zingizga. Chunki ishonmaysiz. İman keltirmaganingizdan keyin qilgan amallaringiz, qilgan gunohlaringiz endi o'ta katta rol o'ynaydida, shundan jahannam yaratib olasizlar. Shu insoniyatning abadiy hayoti shudir. Jon mendan bor. Men kuyov bolam bu kishi. Olim, ulamo. Tekshirib turamiz intihobni. Jon ne o'zi aytmoqchi. Siz yaxshiroq siz yaxshiroq La ilahe illallah. Canı tutundur bilik. Ya can degan neresi ne yok? La ilahe illallah degende Allah'dan başka hiç değil yok. Dünyayı yaratamiz gelindir. Allah Tebarek Teala özünün isim sıfatlarını özünden sırtqa çıkarады. Tashqariga chiqaradi. O endi yaratuvchi kuch. Sizlerin yaratib olgan hareketleriniz, kılıyatlarınız hammasi Allah'ın isim sıfatlarında olup oturgan kudret. Sol isim sıfatlar biz hareketga keltirib turadigan narsa, aqling ishlatayotgan, ko'zini ko'rsatayotgan. Nimaga sen aqling ishlaydi? Nega sen buni ishlab tur? Ilim sıfatı turadi bu yerda. Ko'ruvchi turadi, gapiruvchi, eshituvchi turadi. Biz Allah'ın isim sıfatlarida turamiz. Sohbetlerim. Sonuç için Allah Teala'nın isim sıfatları maddeğe ileride peygamber nuruna usul gerek bular. Evvel ma halakallahu nuri vel mahlukuna min. Evvel benim nurum çıktı. Madde aleminde madde olup materyaya usul peygamberlerin isim sıfatları peygamberin nuruna usuldu. Allah'ın isim sıfatları peygamberin nuruna usulda madde degen namga ega bo'ladi. Madde, materiya degen namga ega bo'ladi.
Ana shundan keyin Allohning ism sifati, Allohning ism sifatidan keyin arsh yaratiladi. Qalbul mo'min arshur rahman. Juda ham katta kengliklik. Hamma jannati, jahannam hammasi shu arsh olamida turadi. Bu Allohning ism sifatından yaratiladi. Bu modda olamida birinchi kvantum uchastkasi paydo bo'ladi. Modda birinchi paydo bo'lgan. Shu arshdan moddaga aylangan nur kvantum uchastkasi bo'ladi. Kvantum uchastkasining bitta zarrati hamma olamda arshi kursin hamma joyda Alloh meni bor bo'ladi. Hamma olam Allohning ism sifatlarini tashkil etadi. Undan keyin kvantum uchastkasi nurga almashadi. Undan keyin atom, neutron, proton paydo bo'ladi. Undan keyin tuproq, suv, o't, havo paydo bo'ladi. Ana shu Allohning ism sifatlarini moddaga almashish jarayoni. Shuning uchun biz mana shu Allohning ism sifatlarini moddaga almashgan holatini ko'ramiz ham bu vaqt. Desak bo'ladimi? Endi ana shuning uchun Alloh taborak taolo hamma joyda hozir nozir deb aytiladigan sababi olayotgan havo nafas bilan hammasi shu atom, neutron bilan har bittasi atomning bitta kvantum uchastkasining bitta zarrasi Allohning ism sifati payg'ambarning nuri arshning nuridan paydo bo'ladi. Bak oturmuş. Kichkina o'g'lim bu yerdagi. Ana shuning uchun u o'sha Allohning bitta zarratida o'sha kvantum uchastkasi degan narsa Allohning ism sifati payg'ambarning arshning nuridan tashkil topadi. Undan keyin mana shu hamma har bir 100 milliardga kirayotgan shu ism sifatlari Alloh payg'ambarning nuri arshning nuridan mashhur. Olam shundan so'ndiradi, moddaga almashib ketiladi. Shuning uchun bizlar hamma vaqt Alloh subhanahu taologa iymon keltirishligimizdan, payg'ambarimizga iymon keltirishligimizdan maqsad shu, biz hamma vaqt istifoda qilamiz. Hamma vaqt Allohga muhtojmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muhtojmiz. Allohning payg'ambaridan foydalanamiz. Xohlasang ham, xohlasam, ishonasanmi, ishonmaysanmi, u o'zgarmaydigan bir qonuniyat bu. Shuning uchun ayni jahannamning ham gunohlari ham shu narsalardan tashkil topadi. Shuning uchun hamma vaqt Alloh taborak taoloning shunday jamolini, mana shu qudratlarini, jamolining tajalliyotlarini ko'rib turamiz bizlar hamma vaqt. Shuning uchun jon bu hamma narsa jon bilan tanlanib turamiz. Jon degan so'z Allohning ismi sifati, payg'ambarning nuri, arshning nuri, uchta nur bu jon bo'lib tashkil etadi. Ya'ni bu yaratuvchi birinchi moddaga almashgan ko'rinishi kvantum uchastkasi bo'ladi. Moddaga almashgan holati kvantum uchastkasi. Neutron, protondan keyin mana narsalar paydo keladi. Shuning uchun modda shundan turadi, jon endi Allohning ismi sifati, payg'ambarning nuri, arshning nuridan jon tashkil topadi. Bu asosan ikkita boyaga olamda itirab turadigan, olam yaratadigan narsa shu. Çünkü hammasi bular ikkalasi ham Alloh taborak taologa muhtoj. Alloh taborak taolo istifoda qiladi Allohga. Xudoni yaratib turgan narsalar. Uchun hamma joyda biz Allohning jamolarini ko'ramiz degan so'zning ma'nosi hamma joyda Allohning ism sifatlari ishtirok qiladi. Har bir nafasing, har bir atom, neytroning, boshqa hamma joyda Allohning ism sifati, payg'ambarning nuri albatta ishtirok qiladi. Shuning uchun shuni hammasi yig'ishtirib bildir. La ilahe illalloh Muhammadur Rasululloh degan so'zning ma'nosi juda mana shu odamni hammasi ushlab turadigan Allohning quvvati, ismining nurlarining quvvatidir. Shuning uchun olamning hammasi la ilahe illalloh Muhammadur Rasululloh. Tushunarlimi? Savollar bo'lsa aytinglar. Shu ular nimaga yarasa mutaassib dudus nimalar? O'sha bagi Suriyadagi vahobiylarni nimalari shundan nima qildi? Mutaassib degan so'z taassub berib qoladi. Fanatik degan so'z ma'nosi. Nima uchun ular fanatik bo'ladi? Chunki ular modda ilmdan xabari yo'q. Moddaning nimadan yaratilishidan xabari yo'q. Allohning ism sifatlarini ham tanimaydi ular.
La ilahe illallah. Peygamberimizin bir şu ana vardı. O kattan kılındı, neme yaratılındı, kanakı yaratılındı degende dünyanın ilminden hem haberi yok. Şeriatta ilminden hem haberi yok. Şeriatta ilmide bayağı ayet hadisde şu olamız deydi de o şeriatın ayet hadisi üçleşliği için o olamın Kuda'nın tanışın gerek, Kuda'nın isim sıfatlarını tanışın gerek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nurunu tanışın gerek, Peygamberimiz asıllarını bilmesini tanışın gerek, olamın kanday tasarruf, şuların türgenligini mana şu olamın kanday tasarruf kılınayotganligini. Bayağı aytayotgan can. Nimadir u? Desek hiç qaysi olam için cevap vermeyin. Hiç kim cevap verolmaydi. Allah'ın ismi, Peygamber, nur, arşın nur. Şu üç narsa can bolup turadi. Çünkü kalbil mu'min arşır rahman. Mu'minin kalbi Allah'ın arşıdır. Şöyle hadis var. Şunun için bu Allah'ın hammasi da o'sha narsa turadi. Allah'ın ismi Peygamber'in arşıdır. O nenkin kvantum içerisine o'tgandan kvantum alamga o'tganda modda deb ataladi. Ungacha Allah'ın ismi sıfatları, Allah'ın sıfatlarını ko'rishdir. Shuning uchun bizlar har vaqt muhtojmiz Allohga. Har bir nafasingda, har bir yurishingda, har bir ko'rayotgan narsangda sen albatta Allohni ko'rib turibsan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nurini ko'rib turibsan. La ilahe illalloh Muhammadur Rasululloh degan so'zni ko'rib turibsan. La ilahe illalloh Muhammadur Rasululloh degan bir oddiy bir kalima emas u. Olamning nurini asli shulardan tashkil topadi. Shuning uchun siz shunga muhtojsiz. Aqlinga yetadimi, yetmaydimi? Dunyo odamlari endi faqat o'sha dunyoning moddalarini tushunadi. U qayoqdan kelib turyapti? Ruhoniyat nimadir u? Jon nimadir? U yoqqa o'tgan emas modda. Faqat kvantum ichasiga kelib to'xtadi. Modda olimlar. Atom neytronni topdi. Undan keyin kvantum zarrati topdi. Shu bilan to'xtadi ular. U buyog'iga arshga, u ism sifatlari, u payg'ambar nur davriga hali modda olimlari o'tgan emas hech qaysi. Shu paytgacha o'tgan emas. Shuning uchun u yog'ini endi boyagi islom ulamolari, tasavvuf ulamolari, islomning aqida ulamolarining mujtahidlari emas, payg'ambarlarimiz sallallohu alayhi vasallam shularni hammasi u yoqlar o'shalarni podshohlik. Shuning uchun u olamga ular kirolmaydi. Modda olam odamlari hech narsa moddalik holatdan hali jon holatiga o'tgan emas bular. Modda holatini ko'rib turadi. Jonda ham nima ekanligini hali tushunmaydi bular. Jonning nima ekanligini aytolmaydi. Shuning uchun moddada turib qo'yadi, modda parastlar deb qo'yamiz ularni.